Hammaga salom do'stlar, YouTube kanalimizda demak bizning yangi loyiha, turnir, trading bo'yicha turnirlarni xudo xolsa tez o'tkazish istagimiz bor. Xudo xolsa beda bugun bizning 30 dana ishtirokchimiz turnirda, trading turnirda ishtirok etadilar. Bugun birinchi sonimiz $1000 demo hisoblarini ko'tarishga harakat etadilar. 2 soat vaqt beriladi do'stlar, ana traderlarimizning mahoratlarini, tajribalarini, novlara erishishlari mumkinligini bugun sizlar bilan ko'ramiz. Har bir traderimiz bilan sizlarni donishtiramiz, xudo xolsa ularni yoritamiz. Давайте ichkaridagi holatni sizlar bilan kuzatamiz. Demak do'stlar, traderlar tayyor, biza tayyor, sovg'alar tayyor va traderlarga birinchi savdolarni ochishni ruxsatni beramiz. Do'stlar, demak sizlar bilan astan savdo jarayonlarini boshlashimiz mumkin. Hammangizga omad tilab qolamiz. Hammada bir xil pozitsiyadagi parametrdagi hisoblar do'stlar. 2 soat vaqtimiz bor. 12:40 da boshladik. 14:40 ga дейін yana sizlarga savdo ochiq. Hammaga omad do'stlar. Do'stlar, demak bizada birinchi yo'qotishlar bor, birinchi profitlar bor. Давайте hozir yana Jumanazar og'amizni suhbatini olamiz sizlar bilan va liderlarimiz orasida bizada Shahriyorxon. Hammasini do'stlar 12 ishtirokchimizning hisoblari bizada ko'rinib turibdi. Bizada yo'qotishlar. Jumanazar og'a, qaysi kompyuterdasiz? Bo'p turadi. Bu Skype. Biz uzoq muddatda stabillatib o'tirganimiz yo'q, endi sal qizishib beribsizlar. Ob'yomlar o'shanglar do'stlar, baribir demo hisob bo'lgan bilan chiroyli savdo etsak yaxshi bo'ladi. Endi kuzatasiz jarayonni. Sarvara, siz yaqinsiz, $10,000 prop, salkam $100 sovg'a. Faqat birinchi o'rindasiz endi hozircha-da. Shahriyor lider bo'lib turibdi. Sizlarga bu motivatsiya uchun. Do'stlar, bizda lider yangilandi. $1800 pul bo'ldi. Konkursimiz boshlanganidan hali 7 daqiqa o'tdi do'stlar. Demak do'stlar, bizda 3 dana slif bor. Slifchilar Shahriyor nima gap? Lider bo'lib turibdingiz-ku. Hang, bo'lmadimi? Bo'ladi. Yana bir slifimiz bor bizda do'stlar. Gap yo'q bo'lib turadi. Sizda nima gap? Temurbek, eng globniy qoida boradi o'zi. Trend your friend, to'g'rimi? Hozir ko'pchilik trendga qarshi chiqibdi ko'rsam. Bizda hozir do'stlar 3 dana lider bor. Shu yerda o'tiribdi hammasi Zafarbek, Sarvarot, Daston og'a $2000 dan o'tgan hisoblar. Senkini minus ko'rsatyapti. Nedan pul topding bunga? Toza berdingmi deb vaziyat. Shoshmasdan zo'r pozitsiyalan do'stlar. Katta ob'yom vaziyatlaringizni qiyinlashtirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun plan bilan. Mana keyin pribullar turibdi hozircha $1300 pribul 20 minutda ko'tarildi bunga. Hozir endi birinchi o'rinda turibman. Kanallarga hali yetmadi shoti balansi. Ko'pchilik silib bo'ldi. Bir soat davomida endi ko'ramiz, endi $10,000 ko'tarish niyat bor. Endi kanallarga omad tilaymiz. Do'stlar, bizda ajoyib bir mehmon do'stimiz tashrif buyurgan. Xudo xolasa, this is Abdullayev. Siz salomatmisiz? Bo'lmasin. Xullas, ko'rib Sardarbekni ko'pchilik biladi, kuzatasizlar. Avvaldan shu sferada ko'pdan beri geotir va bugun traderlar o'rtasida trading turnir bo'lib turibdi ekan. Ballar yana ham shu o'zlarini kuchlarini sinovdan o'tiradilar, ko'radilar, yana ham dalshi bir pog'ona o'sish uchun Xudo xolasa. Buni harakat bo'lib turibdi. Men gapni qisqasi bizda esa kichkina meshlarimiz maxsus shu Xorazm Forex uchun tayyorlaganmiz. Ajoyib. Hozir sizlarga birsini imdatib ko'rsatamiz, qarochi. Vot. Ajoyib. Shogirdlarimizga, yana turnir ishtirokchilarimizga, do'stimizni Etamoda shu kompaniyasi tomonidan yana rahmat, tashakkur. Vot qora rangdan bor. Bu aniq yoqadi ballara. Oq rangdan bor. Do'stlar, bunday narsalarni biz Etamoda bilan kollaboratsiya qilib, shu XF shop etib, shu traderlarimizga kerak shunday har xil yozuvlar, masalan, sizlarga qiziq bo'ladigan logotiplar tushirib, bir ruchkalar, bloknotlar shunday narsalarni birgalikda biza Etamoda jamoasi bilan amalga oshirish istagimiz bor. Tez kunda u narsalarni kutib qolsanglar bo'ladi, do'stim, to'g'rimi? Конечно. Traderning qachonki tajribasi bo'lsa, bu uni uchun o'zi uchun zo'r, lekin ustunda bunday formalar tursa plus duh beradi, to'g'rimi? Ishlar rivoj. Xudo xolasa. Demak, sizlarga rahmat. Do'stlar, hozir biza Don-Donziki o'ynaymiz. Nechun desa, bizada turnirimiz loyihasida sliflar mavjud. Do'stlarimizni xafa etmaslik uchun Etamoda orqali biza shu Xorazm Forex logotipini tushirib bir merch tayyorlaganmiz, ya'ni futbolkalar. Do'stlar, hozir ikkingiz o'ynaysizlar.
kim o'tsa ana shu futbolkaga xudo xolasa качественный, четкий narsa, o'zim giyadigan narsalarim ajratib mana bosaverasizlar. Давайте. Don Ziki. Normalmi? Bo'ldi. G'olib demak bu ham bizada, to'g'rimi? Sizga yana bir xudo xolasa oqindan bo'lsinmi, qorasidan bo'lsinmi? Qorasidan. Mana eta moda bizning do'stimiz xudo xolasa XF Shop loyihamizda do'stlar shunday merchlarni qilish istagimiz bor. Ha shunda seni hamma tradingga qiziqadi. Masalan shunday futbolkalar, kepkalar bo'lsa, trading yozuvlari bilan masalan, yana slip etdingmi masalan, bir so'zlar bilan, to'g'rimi? Tabriklaymiz sizga ishtirokingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Shahriyorxon 1,5 ming dollar olib boradi shotni. Hozir sal напряжение bo'lib turibdi bu yerda do'stlar, hisob kitobning jalli momenti. Sal minusi bor. Nima bo'lish situatsiyadan chiqib ketib bilasizmi? Kutamiz. Agar ish o'rni buzsa, Shahriyor yaxshigina foydaga chiqib ketadi. Yo'q, qiynayjak Shahriyorni jarayon. O'zi mingda o'shab o'tirsanglar ham o'tadi ekansizlar. Aytdim-ku do'stlar, keyingi safar xudo xolasa ana real shotda aytamiz. Уже interes ham ko'proq bo'ladi. Olgan daromadlarimiz ham o'zlarimizniki bo'ladi. Birinchisidan tajriba bo'ldi. Ava. Do'stlar, turnerimiz doirasida demak ikki inson, birinchi va ikkinchi o'rindagi odam 10 ming dollarlik prop hisob o'tadi. Bilasizlar, prop kompaniyalarni ko'pman ilgari suraman, shundaysa bular zo'r narsalar do'stlar, foydalansa bo'ladigan realniy tema. Hozirgi kunda biz Blueberry Funded kompaniyasi bilan hamkorlik tuzganmiz. Do'stlar, shartlari juda ham zo'r, narxlari ham zo'r. proptrading.uz sayti orqali girib turib bemalol buyurtma berasizlar, biz taxlashtirib o'rnatib beramiz. Har bir jarayonida menejerlarimiz sizga ko'maklashadi. Ana xudo xolsa hisobni oling, savdongizni ayting, foydangizni qiling. Xudo xolsa biz bu yerdan yechish jarayonlarida ko'maklashamiz. Turnirni kuzatinglar do'stlar. Bunday turnirlarni biz har 10 kundan 15 kundan tashkillashtirish istagimiz bor. Любой ishtirokchi qatnashishi mumkin. Auditoriyamizdan tradingga tushunadigan, tushunmaydigan, xudo xolsa kelsanglar birga shuda bilimlarimizni, tajribalarimizni almashamiz, suhbatlashamiz, sovg'alar bilan ulashamiz. Hammangizga kuzatib turganlaringiz uchun, aktivlaringiz uchun tashakkur. Nodirbek 482 dollar, Nurbek 21 dollar. Do'stlar, demak bizda finalistlar va sovrindorlar aniqlandi. Xudo xolsa keyingi turnirlarimizda yana qatnashinglar. Yanada zo'rroq atamiz. Yana birinchisi xudo xolsa test rejim. Birinchi o'rin demak bizda Zafarbek do'stimiz 2300 dollar atdi shotim. 1000 dollarlik balansni. Demak bizda birinchi o'rinda 10 ming dollarlik prop bor do'stlar. Sizga hozir sertifikatini taqdim etamiz. Xudo xolsa rasmiylashtirib beramiz. Bu Blueberry Funded kompaniyasidan bo'ladi. 4% minus etmasligingiz kerak. 6% umumiy miqdorda 10% ko'tarasiz. Sana real hisob variantida 14 kundagi foydasini yecharasiz. Sizni sovrin bilan tabriklaymiz. Bu yerdagi ishingiz, mahoratingiz uchun ham tashakkur. Ustozlaringizga rahmat. Rahmat. Ikkinchi o'rin demak Jahongirbek, bizning shogird va ham sizni ham tabriklaymiz. Xudo xolsa siz ham xuddi shu parametrdagi 10 ming dollarlik prop hisob, xudo xolsa ishlatib, ana real etib propdan bir sinab ko'rasiz. Biz do'stimiz realda ishlaydi. Ishlaringizga muvaffaqiyat, sizga ham stabillik, shundayna ushab turish, taktika etish har doim muvaffaqiyat bo'lsin tradingda. Rahmat sizga ishtirok uchun. Tak, Jayxonbek, bizda demak biz Jayxonbek bilan biznes ujun atamiz bir kuni, xudo xolsa. Masalan, depozit keladigan bo'lsangiz, savdo atarmiz birgalikda. Ish qilib, maroqli suhbat quramiz shu trading sohasi bo'yicha. Biznes ujun plus XM dan bir power bankimiz bosini Xiaomi kompaniyasi brend original, xudo xolsa kepatib ishlatasizlar. Ishlar rivoj, savdongiz uchun tashakkur. Nodirbek 4-o'rinni oldingiz. Tabriklaymiz. İştirak uchun rahmat. Bizda siz ham sovg'alar bor, esdalik sovg'alari Amarkets kompaniyasidan va XMdan Powerbank ham bor ichida. Xudo xolasa yaxshi kunlaringizda ishlating. Salomat bo'ling. İştirak uchun rahmat sizga. Tak, 5-o'rin Shahriyorxon. Shahriyorxon, sizdan tabriklaymiz. Shahriyor balansni ko'tardi boshda, keyin sal bir jiddiy momentlar bo'lib qoldi o'xshaydi. Ya telefonga qoldim yandan men. Chalg'itlamizmi? Shahriyorxon demak biz XMdan bir power bankimizni taqdim etamiz. Xudo xolsa yaxshi kunlaringizda ishlating. Telefoningiz ana savdo jarayonlarida zaryadsiz chiqmaydi. Ishlaringizga rivoj, ishtirok uchun rahmat. Tak, bizda Temurbek va Nurbek. Do'stlar, sizlarga bizning XF Shop yangi loyihamiz bo'yicha merchlar bor, ya'ni shu futbolkalarimiz. Xudo xolsa ana yozib beramiz.
yaxshi futbolka giyib yuraysizlar degan umiddaman. Ikkidana qora razmerlarini bir ko'rib olinglar, по-моему, bo'lishi kerak hammamiz. Ishtirok uchun rahmat. Xudo xolsa dalshi o'rganib, bilimlarni oshirib, yana ishtirok etinglar. Zo'r sovg'alar qo'yamiz keyingi turnirlarda, xudo xolsa. Demak, do'stlar, biz hammaga sovg'alarni tarqatdik. Bolalar normalmi? Nechik? Xudo xolsa yana ham o'tiramiz. Bundan-da zo'r etib, zo'r sovg'alarni qo'yib, katta loyihalar aytamiz. Masalan, hozirgina 20-30 bo'lsak, shunday kompyuterxonalar bor, 100 kompyuter bor. O'tiramiz shu dona 50-160 ishtirokchi masalan. Уже bir nima deydi, community bir-birimiz bilan fikr almashish. Hozirgina shu ko'rishishimizni hamma trader masalan, qaranglar. Soha уже astan rivojlanyapti. Xudo xolsa hammangiz ishlaringiz omad, do'stlar, ishtirok uchun rahmat.